2026-yilda urfga aylangan fasollarimizdan birini Tunikafon baza jamoasi shu xonadonga qilib berdik. Qadrdonlar, palma fasondagi tunikafonlarni shu xonadonga agar yoqqan bo'lsa, bir donagina like bosib qo'ying. Albatta sizga ham xuddi shunaqa tunikafonlar nasib qilsin. Hozircha vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatmoqdamiz qadrdonlar. Siz istagan dizaynda, siz xohlagan ranglarda tunikafonlarni uyingizga yarashadigan qilib, maslahatlashgan holatda xuddi shunaqa sifatiga e'tibor beramiz birinchi o'rinda qadrdonlar, hamda arzon narxlarda sifatli tunikafonlarni uyingizga xuddi shunaqa ko'rinishda qilib beramiz. Bemalol murojaat qiling qadrdonlar, shu ekranda chiqib turgan nomerlarda WhatsApp, Telegram barchasi bor. Musofirdan agar siz bizni kuzatayotgan bo'lsangiz, bemalol yozing, biz albatta javob beramiz. Agar sizni qanaqadir savollar qiynayotgan bo'lsa, tunikafonda ko'payib ketib qoladi kvadrati, qancha bo'ladi o'zi aslida bitishi degan savollar bo'lsa, bemalol yozing, biz har biriga javob berib o'tamiz. Bizda tunikafonning kvadratga hisoblanadi. Hammada shunaqa deyarli. Joyning kvadratga emas, balki tunikafonning ketgan rasxotiga hisoblanadi. Do'stlar, shu uyga inshaalloh yarashdi desangiz, lakni ayamang, albatta sizga ham nasib qilsin.